Rahmat onajonlar, sog' bo'linglar. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Onadan ayirma, taqdir onadan, onasiz qolmasin hech bir xonadon. Onalarimizga bitta qarsa ijob qilaylik. Sog' bo'linglar, rahmat. Qarsa yaxshi narsa ekanda, qarsa bo'lsa odamda qon aylanishi yaxshilanar ekan. 5 minut kulgan odamga koronavirus yuqmas ekan. Immunitet ko'tarar ekan. O'shaning uchun kulib qarsa ijob qilish kerak ekan. Bitta anjonni qarsayda qilib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Biz uylangan paytda qizlar kamayib ketgandi-da. Yigitlardan sovchi borsa qizlar o'zini taroziga solishardi. Kuyov bolani ko'rmasam tegmayman deyishardi. Meni ham o'sha paytda 20 tacha qizni ko'rsatishgan. O'lagan bittasiga yaqin bo'lsam. Bu bola hammasi qora ekan deyishgan. Meni qoraligining boisi bor. Ba'zi bir ayollarimiz uzumga boshqaroq bo'ladi. Ba'zi birlari olmaga boshqaroq bo'ladi. Shu meni onam ko'mirga boshqaroq bo'lgan ekan. O'shaning uchun qarab qo'yganman. Yo, bu narsa qilib uylandim. Xotinim bilan shunaqangi inomizki, sichqon bilan biz qanaqa inomizda biz ham o'shaqa inomiz. Qariyalar havas qiladi. Agar xotinim bilan ko'chada yetalashib o'tib qolsak, qariyalar havas qilgandan orqamizdan duo qilib qolishadi. Amin. Mana shu ikkalasi mahalladan ko'chib ketsin. Allohu akbar. Kechagi kuni xotinim bilan urushib qoldik. Meni nima deding? Qora tappak deding. O'g'il bolani qorasi qora tappak bo'lar ekan, qiz bolani qorasi qora mayiz bo'lar ekan qarang. Xotin bizga qaradi qora demaydi. Bizga qaradi bug'doy rang deydi. Voy dadasi, siz oldingizda bug'doy rang hijolat. Agar kechasida oq kostyum kiyib kelayotgan bo'lsangiz, kostyumda o'zi kelayotganga o'xshaydi deydi qarang. Baxtimizga ayollarimiz, onalarimiz sog' bo'lsin. Keyingi paytda seriallar, kinolar ko'payib ketdi. Kechagi kuni o'zbek filmi kinosini ko'rib qoldim. Shu kinoda bir shaxmatchi yigit bor ekan. Shaxmatchi yigit uylanib, shaxmatchi yigitimiz yuzoqchiga shaxmat ko'tarib kirdi. Ha? Yuzoqchiga shaxmat ko'tarib kirib, kelinchak bilan ertamaga shaxmat o'ynab chiqdi, qarang. Xo'p, u shaxmatchi ekan, endi boshqa sohada uylanib qolsa nima qiladi? Misol uchun o'qituvchi akamiz uylanib qolib, ha? Yuzoqchiga chimildiqqa kirib kelib, assalomu alaykum desa, kelinchak ham o'rnidan turib, va alaykum assalom. Bugün kim dejur desa, bugün men dejur. Bugün kim yo'q desa, bugün hech kim yo'q. O'tiring, sizni yangi temani o'tamiz, ha? Gay akamiz uylanib qolib, qarang, dokumentlar bilan tanishib qo'yaylikchi. Desa, kelinchaga mana pasport, mana ZAKS qog'ozi. Davernis qani? Davernis yangilarda. Yuring, bo'lmasa siz bilan posta gaplashamiz, ha? Kinoda ham ozgina bo'lsa ham haqiqat bo'lsa ishonamiz. Qossob akamiz uylanib qolsa-yu, chimildiqqa kirib kelib kelinchakni ko'tarib ko'ryapti. Bor yo'q 30 kilo go'sht bor ekan-u. Yo'q, 50 kilo men kelayotganda tortqizganman. Bizga kalla pocha, qorinlar kirmaydi. Ha? Doktor akamiz uylanib qolib, chimildiqqa kirib kelib, qani kasal? Sen mana kasal. Nima kasali bor ekan? Ersiragan ekan. Operatsiyaga tayyorlaylarsa, kinoda ham ozgina bo'lsa ham haqiqat bo'lsa ishonamiz. Bitta qarsa javob qo'yamiz, sog' bo'linglar. Ustozning farzandlari o'tirishibdi. 89-yili birinchi mana shu qiziqchilar konkursi Shoyib Xo'jayev tavalludi bo'lganda, mana 38 yil bo'libdi. Men birinchi mana shu sahnaga chiqqanimda Hasanboy akam bor edi, Maqsim dada bor edi. Bizni Hasanboy akam ustozimiz bo'ladi. Bizni olib kelib, meni shogirdim deb olib chiqqan. 38 yil o'tib qarsa javob qo'yamiz. Shu ustozlarimizni joylari jannatda bo'lsin, ruhlari shod bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar, hamisha yuzlaridan kulgi tabassum arimasin. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.